Yo'q iloj. İşlayapti. Adapterga ishlayapti. Hozir aerofuel isish qozonimiz. Xo'p. Ventilyatori ishdan chiqqanda AF xatolik berib qolganda, AF uni oldim. Bu yo'q kursini AF xatolik berib qolganda, tekshirganda ventilyator rachivniga ketganda, mana pachigini alishtirdim. Ishlayotganda qo'yib turganimizda, lekin buni обороты tezligi yetmadi. Mana bu stansiyani ichga tushirib berishga. O'shanga boshqa ventilyator qo'ydik hozir. O'sha ventilyatorni qo'yganimizdan keyin hozir ishlab ketdi. Xudo xolasa. Hozir ko'rayotgan bo'lsangiz, yaqin olib kelsangiz ishlayapti. Anaqa отоплениyaga. Mana kuchi yetmagan hisobiga mana bunga havo haydab bera olmayapti. Kontakt hosil bo'lmayotgan hisobiga bu yerdan kontakt bo'lmayotgan hisobiga miya buyruq bermayapti ishga tushirishga. Hozir yangi qo'yganimizda buni оборот kuchli bo'lgan hisobiga ishga tushib ishlayapti. Ko'pincha AF 23 xatoli o'sha havo, dimoxod, bo'ron qismlariga javob beradigan ehtiyot qismlari ishdan chiqqanligi belgisi hisoblanadi. Shunaqa.